Tez bo'shalish hozirgi kundagi erkaklar orasidagi keng tarqalgan muammolardan biri. Tez bo'shalishdan qutulish uchun sinalgan usul. Bu usul faqat uylangan va regular jinsiy hayoti bor erkaklar uchun tavsiya etiladi. Birinchi navbatda stressni kamaytirish. Tez bo'shalish asosan stress va kuchli his-hayajon hisobiga bo'ladi. Aloqa vaqtida o'zingizni erkin his qiling. Ortiqcha xavotirni chekkaga surib qo'ying. Aloqa vaqtida natijaga emas, asosan jarayonga ko'proq e'tibor bering. Tabiiy uy sharoitida tez bo'shalish uchun sinalgan usullardan birini aytib o'taman. Agar siz videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like va podpiska bosishni unutmang. Tabiiy uy sharoitida tez bo'shalish uchun sinalgan usullardan biri, ya'ni Kegel mashqlari, mushaklarni mustahkamlash va start-stop texnikasi. Aloqa vaqtida bo'shanishga yaqin qolganda to'xtash, bir necha soniya nafas olish va o'zingizni tiklash tavsiya etiladi va aloqani davom ettiring. Agar yuqorida aytilgan usullar tabiiy ravishda yordam bermasa, albatta urolog va androlog maslahatini olish tavsiya etiladi. Bu videoni mana shunday quyondek tez bo'shaladigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.